Bugungi qahramon qo'rquvni yenggan, ammo mehrni yo'qotmagan inson hisoblanadi. Assalomu alaykum. Bugungi qahramon loyihasining navbatdagi soni efirda va bugun bayram sonini mutlaqo noodatiy tarzda o'tkazamiz. Bir necha soniyalardan so'ng siz bunga amin bo'lasiz. Kuzating. Ishlar sohasida ishlash umuman olganda huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ishlashni o'zi bir mashaqqatli, lekin shu bilan birga sharafli kasb hisoblanadi. Negaki xalqni roziligini, rizoligini olib, ularni duosini olib qolaversa, ular erkin harakatlanishi, erkin yashashi uchun, xavfsiz yashashi uchun barcha qo'ldan kelgan xizmatni, ishni qiladi, labbay deb javob berib turadi xalqning oldida. Mana shu mashaqqatli kasbni bila turib farzandlaringizga yo'l ochib berdingizmi, kasbni sir asrorlarini ko'rsatdingiz, yo'l yo'riq ko'rsatdingizmi yoki bo'lmasam qarshilik qilgan paytlaringiz ham bo'ldimi? Bu kasb ota kasb. Otamam o'sha ichki ishlar idorasida ko'p sohalarda ishlagan, jinoyat qidiruvida, profilaktika yo'nalishida va operativ yo'nalishlarda ishlagan, ko'p yil ishlab kelganlar. Men ham shu ota kasbni juda sevganman. Bizlar 5 o'g'il oilada, hammamiz formali. Akam voyenniy, ukam ichki ishlar idorasida, undan keyingisi MCS. Xullas hammamiz pagonli. 5 aka, 5 o'g'il ham ichki ishlar mana shu pagon taqgan ota kasbda sevilib ishlaganmiz. Bitta farzandim ichki ishlar idorasida. Bularga ikkovlari maktabni, litseyni qizil diplom bilan tugatgan. Litseyni qizil diplom bilan tugatdi. Ikkovlari ham bittasi jahon tillarini, bittasi axborot texnologiya universitetini Belorussiya davlatidagi bu yer institutini tugatib, shu yerda ishlab o'qib keldi. Aytishni ko'pchilik menga aytgan, o'g'lingiz yaxshi mutaxassis, ichki ishlarga qo'ymang, oling degan. Shunga qaramay bularga o'zlariga men yo'nalishda berganman, kasb tanlashda, institut tugatganda o'g'lim, qizim og'ir kasb. Bolalarimga aytganman. Ichki ishlar idorasiga ishga emas, xizmatga keladi. Ishda ko'chada. Agar pulga qiziqsalaring, o'zaro 5-6 so'm pul topaman deydigan bo'lsalaring adashasizlar. U ish ko'chada bo'ladi. Har xil sohada, tijoratda, bu kasbda o'g'lim, qizim xizmatga keladi. Kecha kunduz ishlaydi. Ichki ishlar sobiq ichki ishlar vazirimiz Almatov aytganlaridek, bu tizimga kelish bor, ketishdi yo'q deyilgan. Ertalab kelishdi aniq, ketish noaniq deb aytilgan. Aytganlar juda chiroyli so'zda aytganlar. Shu bizda ichki ishlar idorasida kelish aniq, ketishimiz noaniq. Oylikda berilgan davlatning maoshi bilan xizmat olib boradi. Mana shunaqa, hech qanaqa boshqa joydan nima, lekin bu kasb ulug' kasb. Demak, shuni kasbni mashaqqatli jihatlarini juda ko'p bora ta'kidlagansiz, aytgansiz. To'g'rimi? Demak, shunga tayyor bo'lib ishga kirishgansiz ham. Xo'p, sizlarda qanday bo'ldi? Bizda ham ishga kirish qiziq bo'lgan. Oddiy savdor bo'lib ishga kirdik, serjant bo'lib. Turli hali qiyin, og'ir anaqalardan, pog'onalardan o'tib, mana boshqarma boshlig'i, polkovnik unvonigacha keldik. Boshqarma boshlig'i bo'lib 32 yil ishlab mana nafaqaga ham chiqdik. Men bola xursandman. Shu o'zimni ozmi ko'pmi ozgina jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga, vatanimiz uchun, yurtimiz uchun oz bo'lsa ham xizmat qilganimdan, kuch-g'ayratimni bag'ishlaganimdan xursandman. Endi o'g'lim ham Jamat Narimon bu ham jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasida kinologiya xizmatida bo'limi boshlig'i bo'lib xizmat qildi. Bunga ham boshida aytganman, "Adash sohaga qiziqaman. Nima deysiz? Ishlamoqchiman" degan. Men aytganman, "O'g'lim, bilasan o'zimni, meni oylab ko'rmasding. Ertalab ketaman, kechqurun kelaman. Yo ko'raman, yo ko'rmayman narsalarni. Ertalab turib ketganimda uxlayotgan bo'lishardi. Kech payt kelganda ham uxlayotgan bo'l. Shunga rozi bo'lsang, mayli, faoliyat yuritishing mumkin dedingiz. Xuddi shunday. Bu narsalarni aytganman, tushuntirganman. O'zining mashaqqatlari bor, og'ir anaqalari bor, lekin yaxshilik anaqalari ham bor. Bir xursandchilik bo'ladigan, xalq minnatdor bo'ladigan paytlari ham bo'ladi, xursand bo'lasan.
Yo, bu to'g'ri qabul qildi, hammasini to'g'ri tushundi. Mana hozir mani ketimdan ketdi, xursandman. Narimon aka, afsuslangan paytingiz hech bo'lmadimi? Endi mashaqqatli jihatlarni oldindan aytgan ekanlar, oldidan o'tgan ekanlar. Endi sal qo'polroq bo'lsa ham meni hazilomuz qilib aytaman, mendan keyin o'pkalamagin deb oldin aytib qo'ygan ekanlar. Bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Farg'ona shahrida ichki ishlar bo'limi tomonidan ochilgan maktab bor ekan. O'sha yoqqa yuvardim. O'qidi o'sha yerda, o'qib keldi. Undan keyin kelib turib bu yoqqa oldingi TV bo'lardi, o'sha yoqqa kirdi. Ishlab o'qib yurgan paytlarda ham juda qiziq ko'p voqealar bo'lgan. Haligi ko'p endi sport bilan shug'ullanish kerak bo'lgan. Ozg'in bo'lib, men aytdim, "Namuncha ozib ketyapsan?" İşte qarasak haligi nima talab katta ekan. Yo, sekin-sekin chidab ishlab yurdi. Men aytdim, "Chidasang ishlagin shu sohada, ishlamasang nechtasi bo'shab ketyapti." Yo, ishlab ketdi, sekin-sekin ishlab. Yo, ish qilib, Xudoga shukr, mana shunchalik lavozimda ishlab, el xalq xizmatida yuribdi. Ish qilib sog'ligini bersin. Mana shu yerda qancha xodimlar ham yaxshi ishlab yuribdi ichki ishlar bo'limlarida. Ularga ham oson emas. Oldinga qaraganda hozir ancha qiyin hozir ishlar, ish faoliyatlari. O'sha yerda ishlab yurganlarga hammasiga ishlarida muvaffaqiyatlar tilayman. Endi Farhod aka, butun boshli Ichki ishlar vazirligida jamoat tartibini saqlashda bo'lim boshlig'i bo'lib ishlash va barcha o'sha ko'cha, jamoat joylarida patrul post xizmat xodimlarini bir qaysidir ma'noda boshqarish, ularga yo'l yo'riq ko'rsatish o'zi bo'lmasa kerak. Hozir dadangiz aytganlaridek bir qiyinchilik paytlar juda ham ko'p bo'lganmi? Qiyinchilik o'ziga yarasha, har bir sohani o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Endi harakat qilyapmiz, shu qiyinchiliklarni bosqichma-bosqich yengib o'tib, mana hozirgi zamon talabidan kelib chiqqan holatda butun tizimni, asosiy e'tiborimiz tizimni raqamlashtirish bilan bog'liq juda katta ishlar qilyapmiz. Qarang, dadangiz ishlagan paytlarida o'sha kasbni mashaqqatini bilgansiz, to'g'rimi? Ba'zi uyga kelmagan paytlari bo'lgandir. Xizmat safarida boshqa joyda bo'lganlarni ko'rgansiz. Boshqa kasb tanlasangiz yaxshi emasmidi? Endi O'ylab ko'rmaganmisiz? yo'q, o'ylab ko'rganman. Juda ko'p sohalar o'ylab ko'rganman. Lekin yoshligimizdan shu endi faqat shu soha bo'lgandan keyin shu dadamni ishga borib kelishi shunga endi qiziqqanmiz endi. Shunga qiziqib o'sha Respublika huquqiy litseyi bo'lgan Farg'onada, endi nima xalq tilida Suvorov deyilardi. Shu 2004-2006-yillar Suvorovda shu yoqda o'qib o'qishga kirgandan o'sha hayot boshlangan bizga. Bu yoqqa o'qishga kirgandan shu bu yog'iga bugungi kungacha shu 2004-yil forma kiyganmiz. 21 yil bo'libdi forma kiyganimizga. Shundan hayot boshlangan. Mana davom etib kelyapti shu. Endi qiyinchiliklar 10 yil kerak ekan menga ishlar. Shunaqa. Men bu sohada 31 yil uzluksiz ishladim. 31 yil. Ko'p mana shu Toshkent viloyat asosan shu qishloq joylarda ishladik, ko'proq joylarda. Bobur, boshda hozir dadangizlar ham aytdilar, agar pul ko'proq ishlamoqchi bo'lsang, ya'ni bir daromadga ko'proq qiziqadigan bo'lsang, boshqa kasb tanlasang ham yaxshi bo'lar ekan deb aytgan ekanlar. O'zingiz tadbirkorlikda, masalan, misol uchun tanlashni bir o'ylab ko'rmaganmisiz? Yo shunga ko'proq mehr qo'yganmisiz? Yo'q, chunki yoshligimizda bo'lardi, otamni bayram kunlari, yangi yil kunlari ham yoki biron bir Navro'z bayrami kunlari ularda kuchaytirilgan xizmatlar bo'lardiki, biza uyda o'tkaza olmasdik. Keyin shu nazarda ko'rardilar, otamni uyda o'tirmasin, shular o'zim bilan olib ketay deb bayramlarda o'zlari saf holatda tursalar, bolalarim kiringlar, bayram tomosha qilinglar, ko'ringlar, aynalinglar deb onamlar, opalarimlar bizani olib borardi. Bu narsani ko'rib, o'zlaridagi libosni ko'rib, to'g'risi aytsam havasim keladi. Keyin vaqt o'tdilar, otamlar o'zlarida bo'lganlarimni endi o'ylaganlar, o'g'llarimni o'qitay, bilim olsin, boshqa kasblar bor hayotda, kasb ko'p. Shu tarzda boshqa yurtlarni ham ko'rgan o'g'lim deb Belorussiya davlatiga o'zimizda jahon TATOda o'qishimiz bor. O'qishimizda qo'shma hamkorlik qilinganda Belorussiya davlat Buguyir deb nomlangan Belorussiya Государственный universitet radioelektronika informatika degan o'qishga topshirtirdi. Birinchilardan bo'lib o'qishga topshirdim, qabul bo'ldi. Otamlar duolari bilan
u davlatga ketib o'qishga bordi. Bu yoqlarda kasblarda ustozlar ko'p bo'lar. Kasb tanlaganda ular har birini ko'rib, ular boshqa davlat ustozlari bo'lsa ham "Sen qayerdasan?" degan paytda savolni bergan payt O'zbekistondan, "Otang kim? Shu kasbi qanaqa?" Ichki ishlarda xizmatda deganda, "Mani otamlar 2-jahon urushida Samarqandda, Toshkentda qolib o'shda ana bo'lgan. Men senga shu duoda tilakda aytamanki, topshirgin. O'zing yurtingga qayt, pulga, anaga qiziqma. Vataningni himoya qil, hozirgi o'qiyotgan bilimingni yurtingda kuchaytir, bilimingni tarqat, almashgin deb duolar bergan ekan. Haqiqatan vatanini sevuvchi insonda pul, mol, davlat u ikkinchi darajada turadi-da. Birinchi o'rinda o'sha xalqiga xizmat qilish, sidqi dildan o'zini burchini bajarish bu birinchi o'rinda turadi. Eng asosiy maqsadi ham mana shu bo'ladi. Men o'ylaymanki, tizimda bunday fidoyi xodimlar juda ham ko'p va yanada ko'payishini biz faqatgina xohlab qolamiz. Xo'p, Narimon aka, sizda xizmatlar qanday ketyapti bugungi kunda? Xizmatlarim borgan sari yaxshi jadallashib, bir qiziqarli bo'lib boryapti xizmatlarimiz. Men jamoat tartibini saqlash xizmati nasrchilik pitomligida bo'linma boshlig'iman, veterinariya bo'linma boshlig'i. Xizmatlarimizni bizning vazifamiz nasldor itlardan nasldor zotdor kuchuk bolalarini yetishtirib, respublikamizga ehtiyojini qondirish, tarqatish vazifamiz. Hozirda shu ishlarni olib boryapmiz. Уже 2-yil уже topshirishimiz yetishtirib kuchuk bolalarni. Xudo xolasa undanda Demak, xizmatga yuborasizlar, ha? xizmatlarga joylardagi kinologiya bo'linmalariga jinoyatchilikning oldini olish, giyohvand moddalarni qidirib topish, is qidiruv yo'nalishlari, portlovchi moddalarni topish yo'nalishlari bo'yicha ular o'rgatib xizmatlarni davom ettirishadi. Bizning vazifamiz nasldorlarni yetishtirib, kuchuk bolalarni, zotdor kuchuk bolalarni ko'paytirib, viloyatlarga, shu joylardagi kinologiya bo'linmalariga tarqatish. Xizmat itlarini tizimda o'rni kattada. O'sha jinoyatni issiq izidan ochishda, giyohvand moddalar bo'ladi, yuqorida aytganlaridek portlovchi moddalar, ularni aniqlash, topishda xodimga juda ko'p yordam beradi va uni xizmati beqiyos hisoblanadi. Mana shu kasbda ishlayapsiz, juda ham bir mashaqqatli. Endi dadangizlar aytib berganlar bir yaxshi voqealarni o'zlaridan eshitsak. Kinologiya sohasi bo'yicha qiziq voqealar bo'lgan. O'zim kurator bo'lganman kinologiya xizmatiga. Jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasida. Toshkent viloyatida ilgari blokpostda to'siq postlar ko'p bo'lardi. Xabaringlar bor, xavfsizlik bo'yicha ko'p blokpostlar maskanlar harakatdagi maskanlar tashkil qilinganda o'shalarni bir tekshirardik, aylanib tekshirib xizmatini, faoliyatini o'rganardik, suhbatlashardik, gaplashardik, dislokatsiyalarni ko'rardik, pasportlarini tekshirardik. Xodimlarning yurish turishi, tayyorgarligini ko'rib, suhbat qilib, aylanib chiqardik kecha-yu kunduz. Shu bir kun shunaqa sabab bo'ldi, Toshkent viloyati kelish tarafda to'siq post bor ekan. Yo'l harakati xavfsizligidan yoshlari katta aka bor ekan, otlari esimda yo'q. Kichkina xizmat itlari bor ekan, kichkina qora itlari bor ekan. U narkotikga, giyohvand moddani qidirib topishga mo'ljallangan ekan. Ko'rishdim, hali odam bilan gaplashdik, ana qildik. Xizmat itingizni laqabi dedim, laqabini aytdilar. Ko'rsating bir faoliyatini dedim. Keyin ko'rsatdilar, aylantirdilar. Shu narkotikani o'xshagan narsani bekitdilar, u turdi, tirnadi, keyin topdi. Men qoyil qoldim, odam komandani bajaryapti, oldlariga o'tiribdi chiqib. Hali so'zma-so'z faqat tilda gapira olmayapti haliga xizmat etadi. Hayron qoldim. Kichkinagina xizmat etay ekan, uni zotini ham esimda yo'q hozir. U keyin oradan ancha vaqt o'tdi, 1 yil o'tdi, 1,5 yil o'tdi, yana aylanib shu blokpostdan tekshirib yuribman. Shu odamni so'radim men. So'rasam, haliga xizmat etib yuribdi, hali odam yo'qlar. Starshi yana qani chaqirdim, yigitni, anaqa mashina aka bo'ladilar, yaydan. Kinologida xizmat etlari yuribdi, o'zlari qanlar, pensiyaga chiqib ketdilar, nafaqadalar dedi. Ular Yunusobodda domda turarlar dedi. Domda turarlar. Nimaga bu xizmat etib topshirmadilar? Boshqa odamdamsiz? Yo'q dedi, hozir mana bu yigitga topshirganlarda har kuni keladilar, bu xizmatda emas, bu ham nafaqaga chiqqandilar. Har kuni ertalab keladilar, itni topshiradilar, kech payt olib ketadilar. Har kuni tashab ketar ekanlar, erinmasdan it uyda o'tira olmas ekanda.
shu bezovta bo'lib xizmatga chiqaman degan. Ha, ertalab xizmatga tashlab ketar ekanlar o'zlari mashinalarida. Kechki payt olib ketar ekanlar uylariga, domga. Shuni guvohi bo'lganman, shuni ko'rganman. Mana xizmat itida ham anaqa vafodorlik borda qani kasbiga. Qarang. Shunga o'zi qoyil qolganman ku. Bizlar ham yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha yo'l patrul xizmati yo'nalishi bo'yicha men komandir bo'lganman. Qashqadaryo viloyatida ishlaganman. Surxondaryo Qashqadaryo viloyatida juda bir qiziq voqealar bo'lgan. Endi ko'p katta miqdorda narkotik ishlaganmiz. Mana shu kinologiya it bilan ishlaganda yozgi kunida bo'lgan. Yozgi kunida yangi qora dori deyishadi. Shuni iste'mol qilibdi-da, ayol kishi plyonkaga o'rab ko'kara qismiga qo'yganda issiq kuni erib ketganda hid chiqib ketgan. Kinologiya agar inson narkotik hidini bilgan xodim bo'ladigan bo'lsa, uni aniqlaydi. Kinologiya shuni bir postdan o'tyapti mashina. Bir posta zanjirda ipda turgan qarang, sezyapti-da, shu o'tib ketayotgan mashinaga otilib, keyin kinologik xodim birdan bilyapti-ku, o'sha yerda bu narkotik bilan ishlaydi. Bir xillar porox bilan ishlaydi. Bu shuni ishlayapti. Bir katta miqdorda narkotik aniqlaganmiz. O'zim uyga kelib kechasi soat 1:30lar atrofida hozir ustozimiz Ergashaga Eshmurodov JXVda katta o'qituvchi dars beradi. Az kitob qilyapti, shu o'tgan o'zining tarix nimasini. Shunga meni ham chaqirib, shu narkotik ishlaganida men начальник уголовного розыска bo'lganimda, jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'i bo'lganimda san narkotik ishlagan shu joyda ozgina menga aytib bergan. Men kitobga kiritmoqchiman deb yaqinda chaqirib qoldi. Endi shu lavozimda o'zimni to'satdan garajlar orasida mashinamni stankaga qo'ydim, garajni boshiga qo'yib uyga shu garaj orasidan o'tarsam narkotik hidi keldi. Kechasi yarim kechasi soat 2 atrofida. Keyin to'xtadim. Shuna asta-sekin bordim. 3 ta ondan yosh kattaroq yigitlar, 2 ta sumkasi bor ekan. Narkotik nasha moddasi chekib turgan ekan, hididan bilan bildimda o'sha bordim. Mana endi Ergash aka juda guvoh, o'sha payt ugonov rozыскida jinoyat qidiruv boshqarmasida bo'lim boshlig'i, bizlar boshlig'imda men opera deb operatorni qaradim, 2 ta sumka turibdi. O'sha paytda ham men baquvvat ekanman. O'zim shu bildim, uchinchisini ko'rmay qoldim. Ikki kishi o'tirgan ekan. Ikkovini ham olaman deb o'yladim-da. Shu o'tirgan joyda sumka bilan urdim. Sumka juda og'ir ekan. Qanday menga Alloh kuch berdi. Nima qildim, baqirdim. 2 ta yigit yugurib keldi. Yordamga keldi. Shuni chiqarsam bir ancha 10 kilodan ko'proq narkotik ushlaganman. Shunday voqealar bo'lgan. 10 kilodan ko'proq 2 ta sumkada bo'lgan ekan, uchinchisi kelishini kutib turgan ekan. Mana shunday voqealar ham bo'lgan, og'ir, bu juda. Toshkent viloyatini o'sha rayonlarda ishlaganman. 31 yil uzluksiz ishlaganman. O'sha paytlarda endi ko'pincha qishloq joylarda mol o'g'rilar ko'p bo'lar edi. Bir kuni kechasi postda turdikda, bir Abdulahram bolasi bilan ikkovimiz, keyin men gayda ikkovimiz, keyin bir territoriya aylanib chiqamiz deb ketayotsak, bir 2 ta bola mol yetalab kelyapti. Keyin men aytdim, bugun payshanba emas, payshanba bozor bo'lardi, juma bozor bo'lardi, mol bozorlar, yakshanba bozor. Bugun ular qayerga olib ketayotgan ekan mollar deb aylanib qaytib kelib oldi, kelib to'xtab, haylardan, "Ay yigitlar, hormanglar, qayerga ketyapsizlar mol yetalab kechasida 3 ta?" desak, aytadiki, "Molimizni dedi, sotgandim" deydi. "Buzoq uyda qolgan ekan, kelib qopti" deydi. Men aytdim, "To'xta, men o'zim qishloq joyda katta bo'lganman. Itlar kelib qolishi mumkin, mushuk kelib qolishi mumkin uzoqdan. Mol yegan joyda, qotgan joyda qotadi, nega olib keldi?" deb aylanib shubhalanib qoldimda, "Qani to'xtanglar, qaytadan hech nima qilmaydi. Falonchini taniysiz, men falonchini o'g'liman" shuna. Men tanigan odamda aytyapti. "To'xta bo'lmasam, yur ko'raylik." Yo, shu buni ali joyda uni
borib tekshirib, keyin mashinaga o'tkazib, olib borib haligi uchastka xonasiga olib kirdik. Uchastkalar bordi. Bittasi qochib qoldi haligi. Keyin qarasak, u haqiqatdan o'g'irlangan mol ekan. O'g'irlab olib ketgan ekan. Katta molni. Keyin qaytda onasi aytib berdi qaytdan olganini. Keyin bordik, ertalab tong otib qoldi. Uyga borib odamni chaqirib, "O aka, shunaqa molni olib ketibdi." Bizam, "Yo, meni molim shu yerda" dedi. "Yo, qara, biz shunaqa siz molingiz ekan, shunaqasi." Keyin bunday qarasa, moli yo'q. Voy, deb yugurib ketyapti. O, bu yoqda moli deb tomonda. Yoshna qilib, unaqa voqealar juda ko'p bo'lganda. Endi xo'p desalaringiz, hurmatli otalar, o'g'illaringizga bittadan savol bermoqchiman. O'g'illar, farzandlar, ya'ni sizlar o'sha bergan savolga o'ylamasdan birinchi xayollaringizga kelgan o'sha nomni, ismni javob berishlaringiz to'g'ri keladi. Hamma tayyormi? Farhod aka, siz uchun chin qahramon kim? Otam, dadam. Siz uchun? Otam. Otam. Albatta. Hech ikkilanmasdan barcha o'g'illar otam deb javob berdi. Haqiqatan, chunki otasi ko'z o'ngida qilgan xatti-harakati, barcha ishi u qahramonga aylanadi. Kechqurun kelganlar, ertalab ketganlar biz uxlaganimizda kelganlarida kiyimlar, formalarini, furashkalarini kiyib, oynaga qarab nima qilardi. Kichkina bo'lgan paytlaringizda bosh kiyib tushib ketib qoladi. Ha, shu ko'k zaporojlarni bo'lardi. Shunda kelardilar, yashil shu nimada furashkalar kallamizga kirib, mana tushib ketardi. Oynaga qarab formalarini kiyib, sudrab olib chiqardik. Ovqatlanayotganlarda biz ham shu havas qilib, bundan boshqa kasbga kirmasam kerak deb, o'sha kasbni o'ylab, orzu qilib, institut bitirib ham o'sha institut paytdan, o'qish paytdan o'sha ichki ishlar xodimi bo'laman deb o'ylab yurardim-da. Adamga ham aytardim, qiyin, anaqa sen men kechki menga o'xshab yurasan desalar ham, yo'q. Ada men kiraman deb intilardi u-da. Formani mehri boshqacha bo'ladi. O'ziga bog'lab oladi, ipsiz bog'laydi-da. Bobur, siz dadangizlarning kiyimlarini kiyganingizda necha yoshda edingiz birinchi marta? Birinchi marta u bog'chada edim. Onamda hozirgi kunda tadbirkorlar o'zlarining kichkina tikuv sexlari bor. Ular yoshligimizda mashina bo'lardi. Ular elektristsiz emas, toksiz, mehnat aylantirib ishlatiladigan. Uni tagida biza o'tirib otamlarning furashkasini kiyib, gayib cho'plari bo'lardi. To'xtatadi, yo'l harakat xavfsizligi. Shularni olib turib, oldimizga qo'yib olib turib, haydab o'rganadi. Ya'ni mana o'g'rini orqasidan qo'lamiz deb ukamga aytib, oldida manaqasi o'ynardik. Tikuv mashinkani. Ichiga kirib olib. Shu Tikuv mashinkasini tikuv, chunki oyoq bilan pedal bilan bosiladi, u anasi bor edi. Biz yosh bola u payt kichkina edik, kirib olib turib o'ynadi. Haligacha u tikuv mashinka uyda bor. Istalikda tizib qo'ygan militsiya patrul posti migalkalari qizil, ko'k flomaster bo'yaganlarimizgacha turibdi. Demak, tarixda bu olib qo'yilganda hozirgi Qarang, kungacha uyda bor. bir qiziq voqea. O'shani yoshligida men xuddi shunday qilib bizlar rol o'ynab, mana katta pedali nima bo'lardi? Pedalni bo'lsa mana qilib. Bobur hozir aytyapti, men ham yoshligimda shuni nima qilganmiz. Sizni o'zida ham xuddi shu voqealar bo'lgan. Shu mashinka bu otamning onalaridan qolgan, onamga podarka qilgan bu mashinkani, tikuv mashinkani, oyoq mashinkani. Onamdan mana oilamga Boburjonni onasiga onam podarka qilgan. Qarang, avlodma-avlod kelyapti o'sha narsada. Qarang, shu narsani mana bu shunday rolda o'tirib mashina haydaganman. Shunday mashin qilib haydaganmiz. Mana haqiqatan bolalar o'ynayapti. Qarang, avlodma-avlod shunday qiziq nima qiladigan voqea. Farhod aka, sizdachi? Endi menda ham shu yoshligimizdan shu mana dadam Toshkent viloyatida ishlaganda uyga ko'pincha kelib, yani viloyatda ishxonaga yaqin bo'lgan, ko'pincha uyga kelib obedga kelishardi. Shu endi obed qilishga o'rtoqlari bilan kelishardi. Endi o'sha paytdan formani endi kelib, o'sha paytda endi qiziqish bo'lgan ekanda endi. O'sha furashkalar, o'sha paytda furashkalar kiyilardi. Furashkalar kiyib, formalar ham boshqacha bo'lardi. O'sha formalarni kiyib ko'rib, hammasini endi o'sha paytdan sekin-sekin demak o'sha tushuncha paydo bo'lganda
Endi necha yoshingizda dadangizlarning formalarini kiyib ko'rgansiz? Endi men ichki ishlar organlariga boshlaganda dadam pensiyaga chiqib bo'lgan. Pensiyaga chiqib bo'lgan. akasi ishlari. Akam ham 20 yil mana ichki ishlar organlarida ishlab pensiyaga chiqqan. Akam ham yo'l patrul xizmatida GAIda ishlagan. Endi dadam pensiyaga chiqqandan keyin biz ichki ishlarga keyin qadam bosganmiz. Undan keyin bosganmiz. Dadam 2005-yil. Lekin Zokirovlar sulolasi bor. Ukalarim ishlagan. Mendan tashqari ikkita ukam ham ishlagan. Biz sohada ishlagan ikkita ukam ham. Ular farzandlari ham ishlayapti hozirgi kunda ham ishlayapti. Ichki ishlar sohasida. Mana ichki ishlar Bizda sohasida. amakilar hammasi ichki ishlar organlarida. Zokirovlar sulolasi deb qo'yishadi bizda. Endi Narimon aka, hozir yoshingiz nechida? Hozir 35 ta. 35 tasiz. Mana shu 35 yildan beri yoki bo'lmasam sizni taniganingizdan beri dadangizlarga aytmoqchi bo'lgan, lekin shu paytga qadar ayta olmagan tilaklaringiz bo'lsa aytib bering. Adamni endi O'zlarini ko'zlariga qarab aytib bering. endi adam Erkak kishi baribir aytishiga qiynaladi. Ko'proq harakatlari bilan ko'rsatgisi keladi, lekin bugun barcha o'sha qoliplarni yechgan holatda bir boshqacha bir o'sha dil izhorlari bo'ladimi, gaplarmi, shuni aytaylik. adamni mana bunaqa deb tushunaman. Men misol uchun bolam yaxshimisan? Men mehr qilib, haligi gaplarni gapirib nima qiladi bir xilla. Ko'p nima qilib. Adamni misol uchun yaxshimisan, ishing yaxshimi deganlarini o'zida ichida qancha narsa bor deb sразу his qilaman-da. Hamma narsani o'sha yaxshimisan, ishlaring bo'lyaptimi, ishing tinchmi, uying tinchmi deb qo'yadilar. Shuni o'zida o'sha hamma narsa so'ralganda yaxshi ada deb nima qilaman-da. Aytaman, shu gapim nima qilib aytaman, bitta qisqacharoq adamni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Shu ularga o'xshashni orzu qilaman. Alkogolnik unvonlarini olishi, Shu harakatdasiz. bunga harakatdaman. Eng yaxshi ko'rgan xislatingiz, qaysi xislatlari sizga ko'proq yaxshi yoqadi sizga? Eng yaxshi ko'rgan xislatlari shu to'g'rilik. To'g'rilik. To'g'risini aytgan deydilar, nima bo'lsa ham to'g'ri bo'lgan deb aytadilar har doim. Rostgo'y bo'lgan deb har doim o'g'it qiladilar, aytadilar. Har ertalab yoshligimizdan o'zi tartib bir kun oldin ertaga ishga ketishim kerak va u tayyorgarlik ko'rishim kerak deb tartiblar qiladi. Shularni ko'rib havas qilardi. Aytadilar, o'g'lim, ertaga ishga ketsam, ertaga ishing qanaqa? Qaysi kiyimdan kiyib ketsan? Qanaqalarda ketib chiqasan? Tuflaring qaysi tuflilarni kiyib ketasan? Oyoq kiyiming qaysini olasan deb aytadilar. Nimaga? Chunki yo'qda shuni olaman, shuni kiyaman. Bugun yengilroq, o'zimizda kostyumda chiroyli chiqib ketaman desam, ne qaraylarda shu oyoq kiyim ko'p qolsa, shuni o'zlari anaqa qilib qoladi. Arta. Va u narsa boshqacha ekan. U narsa shunga otamga rahmat olishim. Shuni o'stirdingiz, shu kasb yo'nalini ko'rsatdingiz. Shu kasb egasi bo'ldik. Nasib qilsa o'zimizdan farzandlar bo'lsa, farzandlarga biz ham xuddi shunday tarbiya bera olaylik. Chunki men o'ylaymanki, men kam bo'lganim yo'q. Hamma narsamni qilib berdingiz. Hozir kunda o'zimni transport vositam, mashinam bor, uyim bor. Kam yo'q. Men oldinda o'ylaydigan narsam yo'q endi. Dadam meni har doim idealim bo'lgan. Har doim mana idealim bo'lgan va idealim bo'lib qoladi. Chunki dadam har doim aytadi, el tanisin seni deydi. Qolgani ikkinchi darajali, asosiy masala el tanisin va yaxshi muomala. Men endi yoshlikdan shunaqa tarbiya topganmizki, muomala. Qolgan hammasi o'sha muomalaning orqasidan, nima bo'lsa o'sha muomalaning orqasidan. Men mana shunga men dadamga har doim shunaqa tarbiya berganligi uchun mingdan ming rahmat deb qolaman. Ko'zlariga qarab ayting, iltimos. Ko'zlariga qarab. Bilaman, qiyinroq bu gaplarni ko'zga qarab aytish. Hech kimni bir dilini og'ritmadik. Qaysi viloyatga komandirovkaga borsak, qaysi viloyatga xizmat safariga borganda hamma viloyatda shogirdlar bor. Hamma viloyatda qo'sh qo'l assalomu alaykum keladi. Menga shunisi xursand bo'laman. Birontasi kelib siz shu yerda o'sha vaqtda shunaqa qilgandingiz demagan.
Bu hammasini orqasida mehnat, hammasini orqasida dadamiz shu bergan tarbiyasi turibdi. Shunga mingdan ming rahmat aytaman. Rahmat sizlarni hammalaringizga. Ko'rganimizdan xursandmiz. Qolaversa, ota o'g'illarni taklif qilib, mana shu studiyada yonma-yon ularni suhbatlarini eshitish, voqealarni eshitish o'zi bir maroqli bo'ldi men uchun. Endi esa o'sha xizmat faoliyatini olib borgan paytlaringiz, barchalaringiz ham o'sha ichki ishlar organlari xodimlari kuni bayramlarni nishonlagansizlar, tilaklarni eshitgansizlar. Endi mana shu tilaklarni barcha xodimlarga atashlaringiz mumkin, barchani tabriklashlaringiz mumkin. Fursatdan foydalanib. Marhamat. Hurmatli hamkasblar, mana sizlarni kirib kelayotgan 25-oktyabr kasb bayrami bilan, ichki ishlar organlarini kasb bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatchilik, kuch-quvvat, ishingizda, og'ir kasbingizda, og'ir ishingizda kuch-quvvat tilayman. Oilalarga bosh bo'linglar. Ichki ishlar xodimlari kuni bilan hamma safdoshlarim, ustozlarim, hamma birga xizmat qilayotgan aka-ukalarimiz, rahbarlarimiz hammaligini bayram bilan tabriklayman. Mana shu jinoyatchilikka oldini olish, jamoat tartibini saqlash, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan charchamanglar. Mana shu ichki ishlar idora vazirimiz, mana shu ichki ishlar xodimlari, rahbarlarini 25-oktyabr bilan chin dildan oilaviy tabriklayman. Rahmat. Ustozlarimni, hamkasblarimni, avvalo ota sizni ichki ishlar bilan bayramlar bilan tabriklayman. Rahmat. Butun respublika ichki ishlar xodimlarining kasb bayramlari bilan butun respublika xodimlarini, ichki ishlar xodimlarini tabriklayman. Ularga uzoq umr tilayman, ishlarida muvaffaqiyatlar tilayman. Shular qatori mening o'zim bilan ishlagan kasbdosh do'stlarimga ishlarida omad tilayman. Ularga ham hammasiga ham oilaviy baxt tilayman. Jamoat xavfsizligi departamenti jamoat tartibini saqlash xizmati nomidan butun ichki ishlar organlari xodimlarini chin dildan tabriklayman. Sog' salomat bo'lishsin, mashaqqatli xizmat faoliyatida hech qachon charchamasin, sog' salomat bo'lsin. Ishlaringizga omad tilayman. Aziz teletomoshabinlar, mamlakatda chin qahramonlar ko'p. Biz ular bilan suhbatlashishdan, ular esa vatanga, xalqqa xizmat qilishdan charchashmaydi. Shunday ekan, barchangizni mana shu ajoyib bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling.